farzand yo'llarini qanday ochish kerak deysizmi? Astaragara chupkara muta bumbada hammaga borib bir bilan o'qitib yurish kerak emas. Bo'lsa minnatdorchi. Farzandga omadsiz bolaga qarasangiz, siz omadsiz bolani yaratasiz. Har bir ota-ona o'ziga savol bersin. Farzandingizga qaraganda siz kimni ko'rasiz farzandingizda? Bir qirolni ko'rasizmi? Biznesmenni ko'rasizmi? Turishi boylik. Mana shu bolamni turishi boylik. Mana shunday farzand bergan menga Alloh taolo. Turishi boylik deb qaraysizmi farzandga? Yoki dadasi shunday bir nima deydi, yana hozir ko'rasizki ish topolmaydi u. Bir omadsiz mana shu bolamiz. Hech yo'li ochilmayapti. Nima qilsam ekan? Bechora bolam yo'li ochilmayapti. Duosmi? Ikkinchisi bo'lsa kerak. Ko'proq mana shunday yo'li ochilmayapti. Siz u bolaga bir baxtsiz, yo'li ochilmagan, hozir ichib kelsa kerak siqilganidan, yana ko'chaga chiqib ketdana. Hozir yana ichib keladi, karta o'ynab o'tiribdi. Og'zimizdan o'zimiz yaratamiz shunday bolalarni. Keyin u ichib keladi, karta o'ynaydi, ishi yurishmaydi. Keyin nimaga bunaqa ekan bu bola deb o'tiramiz. Na samim deyli, biz o'zimiz yaratamiz shunday bolalarni. Qurollar oldingi paytda hozir yo'q. Haqiqiy erkaklar bor, o'shani hammasini onalari yaratgan. Yo xotinlari, yo onalari. Ayollar bo'lsa gap ko'p, qizlar. Mana shuni aytsam ko'pchilik tushunmaydi-da. Biz o'zimiz erkaklarni hozir orqa fonga o'tkazib yubordik. O'zim man dedik-da, u bechoralar orqaga o'tib ketdi. Haqiqatan o'tib ketdi. Biz oldinga chiqib ketdik. O'zimiz aybdormiz. Aslida ularni oldinga o'tkazish kerak-da, biz orqada turishimiz kerak-da. Unga davay, dadasi zo'rsiz. Men sizga ishonaman. Dadasi mana bunaqa deb turib borib, mana shunday kuch berishimiz kerak biz. Sababi ularga energiyani biz beramiz. Bizga Alloh beradi. Ayol kishi mana shunday yaralgan. Biz zazimlion deymiz-da. Biz erkakni o'zimiz yaratamiz-ku. Bundoq qarasang bizning matkamizdan chiqadi-ku erkak, bizdan chiqadi-ku baraka topganlar. Shuning uchun biz chiqqan o'sha erkakni biz dashi unga forma berish siz bilan bizning qo'limizda.